Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun GeoGebra dasturimiz bo'yicha keyingi videoni boshlaymiz. Bugun biz darsimizda GeoGebraning buyruqlar panelidagi sozlamalar buyruqlari bilan tanishib o'tamiz. Sozlamalar buyruqlar paneliga kirganingizda bir nechta oyna paydo bo'ladi. Keling, ular nimani anglatishini gaplashib o'tamiz. Yaqindan dasturni o'zbek tilidagi versiyasi ham paydo bo'ldi. Siz mana shuncha ishlatilish tillaridan o'zingizga qulay tilni tanlab olishingiz mumkin. O'zbek tilini tanlab, demak birinchi sozlama dasturni foydalanish tilini tanlash bo'ladi. Ikkinchi, ikkita o'nli razryadlar, ya'ni yaxlitlash buyrug'ida nima? Siz qandaydir matematik amallarni bajarganingizda sizning javobingizni virguldan keyin ikkita son ko'rinishida yaxlitlab beradi. Albatta siz bu narsani boshqacha qilib ham tanlashingiz mumkin, lekin avtomatik tarzda dasturda shu narsa turadi. Agarda siz biror narsani noto'g'ri tanlab qo'ysangiz yoki siz xohlamagandaqa bo'ladigan bo'lsa, sozlamalarni tiklashni bossangiz, mana bu tugmani, dastur o'zi avtomatik ravishda avvalgi holatga, dastlabki holatga qaytadi. Belgilash bu avtomatik turgani ma'qul. Hop, shrift bo'limi, ya'ni shrift o'lchami 16 shriftda turilyapti. Bu mana bu yerda foydalanishdagi buyruqlarning shrifti. Kimlardir bu shriftlar kichiklik qilsa, albatta buni o'zgartirishi mumkin. Mana e'tibor bering, mana bu yerdagi shrift o'zgardi, kattalashdi. Mana bu sonlar kattalashdi. Yoki sizga noqulaylik tug'dirayotgan bo'lsa, uni yana ham kichraytirishingiz mumkin. Lekin dasturning dastlabki o'zini ishlash avtomatik holatida 16 shrift turadi. Hop, bu global bo'limining buyruqlar panelidagi buyruqlardir. Endi keyingisiga o'tamiz. Asosiysi, mana bu yerda x o'qning minimum va maksimum qiymatlari turibdi. Bizga mana bu yerda ko'rinib turgan oynaning, ya'ni x nechigacha, x o'qidagi nechidan nechigacha sonlar ko'rinayotganligini bildiradi. Agar buni siz siljitsangiz, e'tibor bering, mana bu raqamlar ham o'zgaradi avtomatik tarzda, dinamik tarzda. Mana bu y o'qidagi nuqtalar, ya'ni maksimum 9.3 gacha ko'rsatyapti, deyapti bu oynada. Siz buni bu yoqqa siljitsangiz, mana bu narsa ham o'zgarish boradi. Siz bu yerda raqamlarni tersangiz, dasturni o'zi siz xohlagandek parametrda qilib berish ham mumkin. Endi shunday misollar yoki masalalar mavjudki, sizning ishlash muhitingizdagi sonlar o'qini masalan bir ko'rinishida emas, qandaydir bir summa, miqdor yoki qandaydir bir gradus ko'rinishlarda bo'lishi ham mumkin. Siz mana birinchi yil uchun foyda bo'lishi mumkin. Masalan, 1000 ko'rinishida ko'rsatishingiz mumkin. Ikkinchi yil uchun bu dinamika qanaqa o'zgarayotgan, ya'ni masalan, y o'qidagi qiymatlarni o'zgartirishingiz mumkin. U bo'lishi mumkin. Masalan, qandaydir pulning nominal qiymati o'zgarib borishi yoki bir xorijiy valyutaning kursi o'zgarib borishi yoki qandaydir kredit to'lovlarini ko'rsatilishi, siz xohlagan masshtabda ishlashingiz mumkin. Mana hattoki 100 ming ham qilib qo'yish mumkin. Albatta x o'q ham bu narsada yomon o'zgarishi mumkin. x o'qini ham almashtirishingiz mumkin. Masalan, hop, bu yerda hop x o'qiga nisbatan olyapmiz. Mana 1/10 masshtabda ketyapti.
X o'qida ham xuddi shu narsani ko'rsatish mumkin. Masalan, mana bu yerda 1000, 2000, 3000, 4000 qilib berib, bu yerda 1, 2, 3 tarzda ketishi ham mumkin. Bu sozlamalarda qaysi sizga qulay bo'lsa, shuni tanlashingiz mumkin. Lekin dasturni o'zining dastlabki holatida u birga bir ko'rinishda bo'ladi. Xo'p. Mana bu buyruq. O'qlarni ko'rsatish. Tugmani bossangiz o'qlar ko'rsatmasligi ham mumkin, ko'rsatishi ham mumkin. Uni qalinligini tanlashingiz mumkin. Sizga aynan shu soniqlarni ko'rinishi qalinroq bo'linishi kerak degan shart bo'lsa, siz shu yerdan foydalanishingiz mumkin. Xo'p, son o'qini hatto rangini ham almashtirsa bo'ladi. Aytaylik, siz uchun mana shu qizil rang qulay bo'lsa yo e'tiborni jalb qilish uchun qizil qilmoqchi bo'lishingiz mumkin. Kimdir bu narsani qilishi mumkin, kimdir boshqa rangni tanlashi mumkin. Aytaylik, masalan, ko'k rangda. Sizni ishlash muhitingizni bog'liq. Siz dastlabki holatda shu narsani saqlab qo'ysangiz, siz dasturingiz mana shu ko'rinishda, mana shu rang bilan ishlab boradi. Xo'p. Endi to'g'ri chiziq turi. Son o'qlar har xil holatda bo'lishi mumkin. Mana biz bu yerda son o'qi tarzida, mana bu yerda strelka ko'rinishda bo'lsa, siz buni to'g'ri chiziq qilib qo'ysangiz, mana son o'qi ko'rinishda bo'lmaydi. Ikkala tomonda ham strelka ko'rsatsa, u yoqda ham, bu yoqda ham ko'rsatilishi mumkin bo'ladi. Xo'p. Mana bunday ko'rinishni ham tanlash mumkin. Agarda siz biror bir buyruqni noto'g'ri bajardingiz va eski holatga qaytarmayotgan bo'lsangiz, mana bu tugmachani bosib, sozlamalarni tiklashni bosasiz. Sozlamalarni tiklashni bosganingizdan keyin dastlabki holatga qaytadi. Demak, davom etamiz. Xo'p. Endi son o'qidagi berilgan sonlarning ko'rinishini o'zgartirish uchun mana shu buyruqlarni bosish kerak. E'tibor bering, men bu yerda bosyapman, bu yerdagi format o'zgaryapti. Qalinroq ko'rinishda bo'lyapti. Boshqacharoq ko'rinishda bo'lyapti. U sizning kursiv ko'rinishda bo'lishi ham mumkin. U sizning o'zingizning ixtiyoringizda. Urush qadamlar uchun boshqarish paneli. Siz bir nechta amaliyotni bajarganingizda, siz qilgan ishlaringizni ketma-ketligin tarzida mana bu yerda qurish amallarini ko'rsatib boradi. Mana bu tugmalarni bossangiz, ketma-ket nimani bajaryapsiz, nimani quryapsiz, buni video tarzida ham qo'yib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Har bitta qadamingizni intervalini mana bu yerdan boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Bu sekundlarda ko'rsatilgan. Agar sizda bunga ehtiyoj yo'q bo'lsa, qurish qadamlari panelini o'chirib qo'yishingiz ham mumkin. Fon rangi. Fon rangi, masalan, mana bunday fon rangda olishingiz mumkin. Yoki sariq ko'rinishda olishingiz mumkin. O'quvchilaringizga yoki qandaydir tinglovchilaringizga qaysi qulay bo'lsa, siz o'zingiz tanlashingiz mumkin. Lekin dastlabki holatda fon rangi oq turadi. Xo'p, yordam, sichqoncha koordinatalarni ko'rsatish. Bu ham juda qiziq nima? Siz sichqonchani koordinatalarni qayerda olib yursangiz, programma dinamik tarzda shu nuqtaning koordinatasini ko'rsatib boradi. Siz avvallari ishlatgan bo'lishingiz mumkin bu dasturni, lekin bunday funksiyalari borligini bilmagan bo'lishingiz mumkin. Biz xursandmiz shu videolarimiz orqali siz qandaydir yangiliklarni, shular orqali dasturning bilmagan imkoniyatlarini foydalanishni o'rganayotganingiz uchun juda ham xursandmiz. Bu juda ham zo'r imkoniyat. Dinamik tarzda qarang, hech qanday qotishlarsiz dastur ko'rsatib boradi. Ya'ni qaysi nuqtada koordinatani ko'rsatayotganligimizni aytib ketadi. Mana 2-1 nuqta. Mana -1 nuqta. Mana 0-6 nuqta. Bolalarga masalan 8-sinfda masalan koordinatalar nuqtalarni koordinatalar mavzusini o'tayotgan bo'lsangiz, shu dastur orqali bolalar juda ham tez o'rganishlari mumkin. Masalan -2, -5 nuqtani topib desangiz,
-2 -5 nuqtamni olib kelib bola sразу tekshirishi mumkin bu narsani. Judayam minimal vaqt talab qilinadi bu narsani o'rganishga. Hop, biri 6 nuqtani top deydi. Masalan, biri 6 nuqtada. Ko'pchilik adashadi. 0,3 nuqtani top desa hayron bo'ladi. 0,3 qayerda bo'ladi? Mana shu nuqtada mana. Mana bu yerda ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz faoliyatingizda bu narsa sizga kerak bo'lmasa, siz buni albatta o'chirib qo'yishingiz ham mumkin. To'g'ri burchakning turi. Xo'p, to'g'ri burchakning ko'rinishini simvollar tarzida qaysini ko'rasan degan narsalarni ko'rsatyapti. Siz buni avtomatik ravishda bu mana bu ko'rinishda turadi. Sizning ixtiyoringizda qaysi simvolni tanlash. Xo'p, yana qaytarib o'taman. Siz biror bir sozlamani noto'g'ri qilib qo'ydingiz va dastlabki holatga qaytarmayotgan bo'lsangiz, mana shu tugmani bossiz sozlamalarni tiklash bunga qaytadi. Yana dastlabki holatga qaytadi. Xo'p, oxirgi holat. Biz mana bu yerda ko'rmadik. Demak, x o'qiga bo'ladigan sozlamalar. E'tibor bering. Bizda mana bu oynani biz sozlayapmiz. Ya'ni nastroyka qilyapmiz. X o'qi mana bu o'q bo'lsa, bu tugmani bossiz x o'qi ko'rsatmasligi ham mumkin. Shunday vaziyatlar bo'ladi, shu o'qlar ortiqcha bo'lishi ham mumkin. Masalan, sizda y o'qi kerak bo'lmagan holatlar ham bo'ladi. Bu boshlang'ich sinflarda sonlar nazariyasini o'tayotganimizda qaysi sonni masalan manfiy son yo musbat son tushunchalarini tushuntirayotganimizda son o'qi kerak bo'ladi. Siz aynan koordinatalar sistemasi bilan ishlaysiz degani emas bu programmada. Bu dasturda sizda sonlar o'qini o'zini yaratib ham beradi. Mana dastur foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bemalol bu narsadan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, x o'qi sozlamalarni ko'rsatyapmiz. Xohlang sonlarda ko'rsatmasligingiz ham mumkin. Bu sizga keraksiz holat bo'lishi ham mumkin. E'tibor bering, faqat musbat yo'nalish degan. Demak, x o'qining biz faqat musbat yo'nalishini ham foydalanishimiz mumkin bo'lar ekan. Bu narsa nimaga kerak bo'ladi? O'zingizga ma'lumki, masalan, moliyaviy iqtisodiyotga doir masalalarni qo'llashda faqat musbat ko'rinishdagi yechimlar yo shunga o'xshagan jadvallar bo'lsa, bizda uning x ning minus qiymatlariga ehtiyoj sezilmaydi. Albatta siz buni faqatgina birinchi chorakda ko'rmoqchi bo'lsangiz, y da ham shu narsani ko'rsatishingiz mumkin. Mana e'tibor bering, koordinatalar sistemasining faqat birinchi choragi ko'rinishi kerak bo'lyapti sizga va siz mana shu ko'rinishda, ya'ni x o'qida ham, y o'qida ham faqat musbat yo'nalishni tanlab qo'ysangiz, faqat birinchi chorakda o'zida ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bu juda ham yaxshi imkoniyat. Xo'p, davom etamiz. Endi asosiy siz bilmagan yoki siz uchun kutilmagan bo'lishi mumkin bo'lgan sozlamalardan biri x o'qida. Ayniqsa biz trigonometrik funksiyalarning grafikini chizishda, uni bolalarga o'rgatishda juda ham qiyinchilik holatiga duch keladi. Bolalar bu mavzuni qabul qilishi, tasavvur qilishida qiyinchilik turadigan mavzulardan biri hisoblanadi. Siz o'ylashingiz mumkin, y teng sinus x funksiyaning grafigi mana bu yerda ko'rinishdagi bo'ldi. E'tibor bering, mana bu 3.14 nuqta bo'lsa, 3.14 nuqta pi. Sizda shunday tushuncha paydo bo'ladiki, doim bo'lgan bu o'qituvchilarimiz biladi. Qani endi mana shu yerda pi taqsim 2 sonlari bilan sonni o'qib tasvirlaydigan koordinata sistema bo'lganda. O'qituvchilar meni tinglab turganlar juda yaxshi tushunyapti nima haqida gapirayotganimni. Bu dastur sizga ushbu imkoniyatni ham beradi. Birlik tugmasini, ya'ni x o'qi sozlamalaridan birlikda siz pi ni tanlasangiz, sizga pi ko'rinishda ham beradi bu narsani. Va eng qizig'i, qadamlaringda deyapti, qanaqa sakrashlar bilan bo'ladi. Pi taqsim 2 ko'rinishida sakradi beradigan bo'lsangiz, hatto pi taqsim 2 ko'rinishida ham uni berib boradi. Dasturning imkoniyatlari juda ham katta.
judayam katta, bizga judayam katta imkoniyatlar yaratadi. Mana biz ancha paytdan beri qiynalgan, o'quvchilarga o'rgatishda judayam ko'p vaqt talab qiladigan mavzulardan bittasi mana shu ko'rinishda bizga imkoniyat beryapti. Mana qarang. Ya'ni har bir qadam pi taqsim 2 ko'rinishda sakrab turib, trigonometrik funksiyalarning grafikni o'zgarishlarida ularni qandaydir masalan sinus 2x o'zgarishlarni qanday nima qilayotganligida biz bemalol kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Sinus 2x grafigi mana bu dastlab sinus ikkalasini o'zgarishdagi holatlarni bizga beradi. Demak, siz bilmagan, siz kutmagan sozlamalardan biri. Xo'p, endi siz dastlabki holatga qaytmoqchi bo'lsangiz, sozlamalarni tiklashni bosasiz. Davom etamiz x o'qidagi. Xo'p, belgi o'qni nomlanishida nima bilan ko'rsatishingiz mumkin deb ko'rsatilyapti. Bu sizning o'zingizning ixtiyoringizda. Tak, xo'p, keshish joyi, chegarani yaqinlash, tanlashga ruxsat etilgan. Bu buyruqlarni izoh berib o'tmaymiz. Y o'qiga o'tamiz. Y o'qida ham xuddi shu narsa. Xohlasangiz mana kilometr ko'rinishda tanlayapsiz. Savol qiling. Kilometr ko'rinishda tanlayapsiz. Qadamlar kilometr ko'rinishda tanlab turib beryapsiz. Mana masshtabni o'zgartirishimiz mumkin. Mana 100 kilometr. Faqatgina birinchi chorakda o'zini ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana sizga tayyor ishlash muhiti. Birinchi kun shuncha masofani bosib o'tdi, ikkinchi kun shuncha masofani bosib o'tdi, uchinchi kun shuncha masofa. Dinamikani ko'rsatishda judayam qiziq, judayam qulay bo'lgan muhit. Y o'qida boshqacha metr ko'rinishida olishingiz mumkin bo'lyapti. Santimetr, hatto millimetrda ham ko'rsatsangiz bo'lyapti. Mana dollarda ham berib ko'rilyapti. Bu moliyaviy hisob, ya'ni moliyaviy savodxonlik masalalarida, iqtisodiy masalalarda yetishda juda ham qulay bo'ladi. Xo'p. Endi dastlabki holatga qaytamiz. Sozlamalarimizni tushuntirishni davom etamiz. Kataklar. Kataklarni ko'rsatib asligan mumkin. Kataklarni bossiz ko'rsatish ham mumkin. Kataklarni berilishini o'zi ham bir necha xil holatda bo'ladi. Hozir biz ko'rgan katta va kichik kataklar deb ko'rinishda turibdi. Asosiy katta qiladigan bo'lsak, mana bu biz yoshligimizdan o'rgatilgan koordinatalar sistemasidagi, agar ustozlar yaxshi biladi, doskalarda o'zida bu narsa chizilgan holatlarda bo'ladi boshlang'ich sinflarda. Biz o'rgangan tipdagi mana shu koordinatalar sistemasi edi. Lekin dastur mana shu ko'rinishda tavsiya qiladi dastlabki holatda. Men uchun ham shu narsa qulay. Chunki tasavvur nisbatan chuqurroq bo'ladi bu nimalarda. Hop, bu ko'rinishda oladigan bo'lsangiz, bu trigonometrik funksiyalarni grafikda yoki trigonometriga oid bo'lgan masalalarda juda ham qulay bo'ladi mana shu ko'rinishda kataklardan foydalanish. Izometrik katak turlari bu muntazam ko'pburchaklar ustida ishlashda juda ham qo'l keladi. Ya'ni bular hammasi teng tomonli uchburchaklardan iborat bo'lgan shuncha kataklardan ketayotgan nima bir-biriga bog'lanishlarni juda yaxshi ko'rish mumkin bo'ladi. Yana boshqa holati bor. Mana bu ko'rinishda ham. Dastlabki holatda o'zi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, qadam. Bu yerda ham ko'rsatish mumkin deb, qadam. Siz mana bu katakchalarning qiymatini, ya'ni mana har bir katakning qiymatini hozir millimetr, santimetr yoki bir nisbatga nisbatan bo'lyapti. Siz uni pi qilib qo'yadigan bo'lsangiz, mana bu bitta katakning nimasi pi ko'rinishda ketyapti mana. Har bir sakrash pi ni bildiradi.
Agar pi taqsim 2 qilsangiz, bu pi taqsim 2 sakrashni bildiradi. Imkoniyat juda katta dasturda. Kimgadir shu narsa nima deydi, qulaylik bildiradi albatta. To'g'ri chiziq turi. Hop, asosiy katak chiziq turib, to'g'ri chiziq turi. Sizga nuqtalaringizni mana shu ko'rinishda ko'rsatishingiz ham mumkin. Ya'ni kataklarni umuman ko'rinishi sizga juda ham ko'p yoki xalaqit beradigan, faqatgina nomiga ko'rinishni xohlaydi da tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. Uzuq ko'rinishida, nuqta ko'rinishida imkoniyatlarni juda ko'p beradi dastur. Hatto orqada turgan mana shu chiziqlarni rangini almashtirsang ham bo'ladi deyapti. Mana e'tibor bering. Bu narsalar nimaga kerak bo'ladi? Albatta birinchidan shu muhitda ishlashda estetik jihatdan chiroyli ko'rinishga bo'lish uchun qandaydir bir materiallarni tayyorlashda, o'quvchilarga qandaydir yaratishda va e'tibor bersangiz, kimdir shu qizil rangda yo qora rangda ko'rmasligi ham mumkin bo'ladi. Kimdir, ya'ni daltonizm kasalligiga duchor bo'lgan o'quvchilar yo foydalanuvchilarda bu rangni o'zi xohlagan tarzda o'zgartirib olish turib, o'ziga qulay muhitda ishlashdan imkon beradi. Даже shulargacha hisobga olingan. Hop. Endi kataklar sozlamalarni tiklab olamiz va mana bu yerga o'tamiz. Hop. Nuqtalarimizni berilishi. Mana bu oynada nuqtalarni berilishi qay tarzda bo'ladi? Siz qaysini xohlagan bo'lardingiz degan narsa beriladi. Masalan, 3-4 nuqta bo'ladigan bo'lsa, qavs ichida 3,4 ko'rinishda beradi. Xohlasangiz A teng emas, A 2 nuqta tarzda berish mumkin. U sizning o'zingizning ixtiyoringizda. Obyektlarning tafsiloti deyapti. Obyektlarning tafsilotida ta'rifi va qiymatini ko'rsatadi deyapti. Izoh yoki faqat ta'rifni ko'rsat deyapti. Qurish ketma-ketligiga, saralash tartibiga doir masalalarni ham ko'rsatyapti bu yerda. Mana bu pastda uni gradus ko'rinishida ham ifodalasa bo'ladi. Hop. Dasturning imkoniyati siz o'ylaganingizdan ham ko'proq. Keyingi darslarimizda, video darslarimizda kuzatib boring. Boshqa imkoniyatlar bilan ham sizni tanishtirib o'tamiz. Bugungi dars uchun rahmat. Sog' bo'ling.